Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Video olmaganimga 6 oy ham bo'libdi. Yarim yila. Buni sababi esa mana shu sabab men shuncha vaqtdan beri video ola olmadim. Bu meni hozirgi qo'limdagi telefondan avvalgi telefon edi. Yangi telefon olgunimcha bu ham eskirib ketdi. O'zi eskiroq edi. Tuzatishni ham imkoni bo'lmadi. Xullas yangi telefon olgunimcha ancha vaqt ketdi. Bu telefonda ko'p fayllar ham qolib ketgan. Buni aniq tuzatib bo'lmaydi. Nima sababdan singanini ham aytmoqchi emasman. Iltimos sizlardan nima bo'ldi, nimaga sindi deb yozib o'tirmanglar. Baribir aytmayman nima sababdan singanini. Xo'sh, xullas bilib oldinglar mana nima sababdan bu videolarni olmaganimni shuncha vaqtdan beri. Xo'sh do'stlar, mana sababni ham bilib oldingiz. Yaxshi, har holda men yangi telefon olganman. Endi video chiqarishda davom etaman albatta. Ayrimta videolarni chiqarmasligimga ham sabab bor. Mayli, qaysi videolar ekanligini ham aytaman. Mana bu video, mana bu. Xullas bitta video ekan. Mayli. Agar chiqarishimni xohlasalaring, bir ilojini toping deb yozib qoldirsalaring, ilojini topishim mumkin. Lekin bu qiyinchilik tug'diradi. Sizlarga rahmat, obunani olib tashlamay kanalimda qolganlaringiz uchun. Mayli. Tez orada video joylayman. Xayr do'stlar.